go'sht tandir, non tandir, so'msa tandir, tandir hamma turlari bor. Xudo xolasa topsa bo'ladi. Biz ota-bobolarimiz fonna kulol bo'lishgan. Mana girvollari tushib ketmasligi uchun biz qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa chiroyli xizmat qilish uchun. O'sha turpoqlar, qo'y juni yungga ishlatamiz. Qonob bor. Kaleyagacha jo'natdi. Oldin onalarimiz qiynalib, tandirlarda tutatib non yopishardi. Hozir zamon rivojlanib ketdi. Namangan shahridamiz. Bu yerda mana bunaqa zamonaviy tandirlar yasayapti ekan. Uni ustini bitta artib qo'ysangiz, binoda chiroyli bo'ladi. Har xil turdagilari bor ekan. Biz ajoyib reportaj tayyorladik. Tandirchilar avlodidanmiz. 8-avlodmiz. Biz ota-bobolarimiz fonna kulol bo'lishgan. Ko'za, sopol, idishlar hammasi chiqqan. Endi hozir qo'yib, ash tandir sohasi qoldi xolos. Qolgan hamma o'sha sopol buyumlari chiqqan. Biz 8-avlod. Ota-bobolarimiz hammalari qilishgan. Opodalarimiz, dedomlar, hammalari. Go'sht tandir, non tandir, so'msa tandir, tandir hamma turlari bor. Xudo xolasa topsa bo'ladi. O'sha o'zimizda turpoq bor, qizil turpoq deydi. O'sha turpoqlar, qo'y juni yungga ishlatamiz. Qonob bor. Loyi ichiga o'sha qo'y yungidan aralashtirib ishlatamiz fonni. O'sha qo'y yungi aralashib o'sha holatda ishlaydi. Fonni tabiiy. Qayerlargacha sotyapsizlar? Xo'p, hozirgi kunda esaga davlatlar Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston, Turkmanistonga ham chiqib ketyapti. Asosiy Rossiya, Koreyagacha jo'natdi. Biz tandirlar O'zbekistonda barcha hududlarda bor. Qoraqalpog'iston, Andijon, Farg'ona hamma yoqda bor. Toshkent hamma joyga yetkazib beramiz. Misol uchun bitta somsa tandirda oladigan bo'lsak, narx qancha? O'rtachasi 3 million chiqadi tayyori. Bizda o'sha 1 sutka pishirib, tayyor holatda chiqadi. O'sha mazakali terilgan. Shuni olib ishlatishadi. Daromadinglar qancha? Qancha odam ishlatasiz? Bu yerda qancha odam ishlatasiz o'zingiz? Xo'p, bizni общий ish kuchimiz 23 kishi ishlaymiz. Endi daromadni hech hisoblamaymiz-ku. Xudo xolasa tirikchilik o'tib turibdi. Hammasi yaxshi. Bularimiz endi birinchi etapi taxtani ko'tarib bo'lgandan keyin bir qator urib qo'yilgan holati. Havo sovuqligi uchun ichiga cho'g' so'nadi. Yoz kunda ham so'nadi, endi ozroq. Hozir holatda sal ko'proq so'lib qolamiz. Hozir qish kunida tandir qanchada quriydi? Qish kunida 3 kunda quriydi. 3 kun. Bizda mana panellarimiz tipli ponna. Mana ko'rsatib olsanglar bo'lardi mashina. Mana yerlarimiz ham ponna isiydi. Yozda qanaqa chiqsa, qishda ham o'shanday holatda chiqadi. Mana uстановкаlar qilib qo'yganmiz ponna. Yozda qanaqa chiqsa, qishda ham o'shanday holatda chiqaveradi. Biz bitgan holati, hop, bo'lonligimizni eng kichkina razmerlardan etap razmer chiqaveradi. 75, 85, 110 bu razmerga qarab chiqaveradi. Xo'p, bularimiz 1 sutka pishirib, tayyor holatda chiqadi. Xo'p, tepalarni biz qilamiz. Mana girvollari tushib ketmasligi uchun biz qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa chiroyli xizmat qilish uchun. Misol uchun mana o'zimizning uyda quradigan tandir bilan bu tandirda qanaqa farqi bor? Qanaqa afzalliklari bor bu tandirda? Bu afzalligi buni 1 sutka yoqib o'tirmaysiz, qurib o'tirmaysiz. Shuni olib ishlataverasiz. Unaqa loyiqil, oldingida kelganaqalarga qolmagan hozir. Atrofini artib qo'ysangiz ham? Shu atrofini shuni mana. Shunoq qilib aytsangiz bo'ldi. Yaltillab turaveradi-da. Qor yomg'irlarda ham turaveradi. Shunday holatda hech anaqa o'tmaydi. Qor yomg'ir ham o'tmaydi. O'sha xususiyatlari, afzalliklari shunaqa. Aynan keyin joyini o'zgartirsa bo'ladi. U yoqdan bu yoqqa o'tib, mana bitta kichkina odam u yoqdan bu yoqqa olaveradi. Yuraveradi. Baloqlari bor hammasini. Kichkina ro'zg'orlarimizga mana bunaqa mini tandirlarni ham qilib qo'yganmiz. Bular ham xuddi jami yoqdan bu yoqqa yuraveradi. 2 kishi, 3 kishi yashaydigan joylarga yaxshi mana. Xo'p, mana go'sht pishiradiganlari bor.
Biroq qapqoqlari bo'ladi. Hamma narsasi tayyor holatda bo'ladi. Aytganimizdek, zamon rivojlanmoqda. Usta akalarimiz ham yangiliklar qilishda davom etishmoqda. Barakasini bersin. Mehnat qilishdan hech charchamasinlar. Mushtum uchun maxsus jurnalning muxbiri Ozodbek Sharobiddinov tayyorladi.